Yo do'stlar, salom hammaga mana bilan yechib qo'ying. Bu hali kerak bo'lmasdi. Allaqachon kiyib olaman buni ham ustimga. Xo'p do'stlar, hammaga salom. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Bizning qishloqda menimcha kimdir biz joy olmasdan turib yashayapti deb eshitdim. Kechagina kimdir kelibdi. Quyoshimiz yaltirab turishini qaranglar. Qo'ylarim qalaysizlar. Ko'zlarim menga chaqchagan mana shu qo'ylarni. Xo'p. Ya to'xtanglar. Bu daraxt nimaga bu darajada katta? Men tushunmayman-da, mana shu katta daraxtlarni yekib tashlashadi. Axir bularning yaprog'ini ham tozalash kerak. Ibi. Nima bo'ldi? Nima edi bu? Osilmasin. Mayli, endi nima ham qilardik, bizga mumkin emas ekan, shu sababli bosmaymiz. Qoidalar ularni buzish uchun yaratiladi deyishgan. Xo'p akalar, ichkariga kiradigan bo'lsak, biz sekingina. Xo'p, bu yoqni yopib qo'ysam bo'larkan. Xo'p, yopib turaylikchi. Do'stlar, menimcha kimdir joy olmasdan turib mana shu joyda yashayapti. Kechagina mana shu daraxtning tepasida kimnidir ko'rgandim. Mana xuddi mana shu joyda turuvdi, mana shu joyda. Kechagina ko'rdim, qishloqqa kelishda. O'sha taraflardan ko'rdim, mana ko'ryapsizmi? Minecraftning kelishiga qarang, o'sha tarafdan kelayotganimda ko'rgandim men bitta odamni. Menimcha shu ko'chib kelgan, hozircha uyda hech kim yo'q. Xo'p, bu bilan keyingi videoda shug'ullanamiz akalar. Hozir esa biz men nega kreativ modidaman deb so'rasanglar, hozir biz qishlog'imizga mayoq o'rnatishimiz kerak, chunki ko'pchilik adashib qolayotgan ekan qishloqni topishda. Xo'p akalar, mayoqni iloji boricha ko'rinadigan joyga o'rnatinglar deb aytishdi-da bizga. Mana shu joy menimcha markazga to'g'ri keladi. Xo'p, lekin yon atroflarni o'rab qo'yish kerak nima bilan. Taqim bitta yarimtasi chopib ketmasa u mayoqni ham. Xo'p, mana akalar mayoq. Pasti bo'lsa akalar nezritdan bo'ladi. Pom bim bom. Bo'ldi. Yaxshi. Qishlog'imizni rangini esa rang tanlash kerak. Endi pushti qilamizmi? Menimcha tanisa bo'ladi bu agarda pushti bo'lsa. Chunki hamma joyda pushti daraxtlar ekilgan bizning qishloqda. Bo'ldi, hammasi zo'r. Mana mayoq, endi men uzoqga ketaman. Mana men tasavvur qilsangiz o'rmonda adashib qoldim. Tepaga qarayman. Pushti mayoq ko'rinayotgan tarafga qarab borsam, ilotini topaman-da. Mayoqning ichkarisi yomon chiroyli bo'ladi, buni bilasizlar. Mana shu mayoq qayergadir borib tamom bo'lishini bilarmi deylar. Hozir men sizlarga yaxshi ko'rsataman. Tugaydi bu. Garantiya beraman, tugaydi. Ne tugamayapti bu? Albatta tugashi kerak o'zi aslida.
bu legendarniymi? Akalar bu tugatolmadim lekin men buni. Oyog'imiz chapib ketishmasa bo'ldi lekin. Quyoshimiz musaffo deb. Osmonimiz musaffo deb bizni. Quyosh qanaqasiga musaffo bo'ladi? Tushunyapsizlarmi? Quyosh musaffo. Bu yana nimasi bu? Qop-qora bitta znaniya ko'rib qoldim hozir. Qarab ko'raychi. Bu kanalda zo'r videolar chiqar edi. Men bu kanalni yaxshi bilaman. Sizlar ham agarda bu kanalni yoqtirib qolsanglar, albatta kirib obuna bo'lib keting. Video ostida silkasini qoldirib o'tib ketaman. Xo'p do'stlar. Endi bizni yana qiladigan ishlarimiz bor hali. Xo'p, bizga yangi berilgan ish shuki, elotni obodonlashtirish kerak ekan. Yana tushunyapsizlarmi? Yana. Xo'p. O'zi elot yaxshigina edi-ya, lekin mayli, uylarga mana bunaqangi narsa qo'yib chiqishimiz kerak. Va nima qo'ysak bo'ladi? Смотри. Xo'p. Bo'ldi, mana shu o'zim qo'yib chiqaylik hozir. Xudoning uyida yo'q. Demak, bu yerga bitta qo'yamiz. Mening uyimda bor, bu yerga shart emas. Xo'p, mana bu yerga bitta. Bu yerga ham bitta. Menda endi olmosli bolta bor akalar. Xo'p akalar, videomiz tugadi shu joyida. Hammaga xayr. Agarda sizga videom yoqqan bo'lsa, video ostidagi mana buni bell degan narsani yoqib qo'yinglar.